Har bir yangi qismda Kechir seriali insoniy tuygular, kechirim va pushaymonlikning eng chuqur qatlamlarini ochib beradi. 2025 yil 10 noyabr kuni soat 19 da efirga uzatiladigan 119 qism tomoshabinlarni yana bir bor hayotiy voqealar girdobiga olib kiradi. Bu safar ham mualliflar tomoshabinni oylantiradi. Inson o'z sevgisidan, oilasidan voz kechib baxt topa oladimi? Ilyos, yo'l Kamaz haydovchisi, Nasiba, mehribon uy bekasi. Ular 2 farzandli oilani sevgi asosida qurishgan. Ammo Ilyos ikkinchi marta uylanmoqchi bo'ladi Hamidaga. Nasiba esa bu og'riqqa dosh bera olmay, o'z ro'molida osilib joniga qasd qiladi. Ilyosning to'yga olib kelgan bozordagi sovg'asi taqdir hazilidek xotini dafn marosimida ishlatiladi. Oradan 3 kun o'tib, kelin uyida Nasibaning kundaligi topiladi. Unda u har bir kunini, dardini va sevgisini yozib borgan. Haqiqiy voqeaga asoslangan bu hikoya yurakni ezadi. Serialda insonning sabr, sadoqat va kechirim kabi tuyg'ulari hayotiy tarzda aks etgan. Endi tomoshabinlarni eng muhim savol kutadi. Ilyos o'z xatosini anglay oladimi? U Hamida bilan baxtli bo'ladimi? Kechir, bu nafaqat oilaviy drama, balki hayot sabogidir. Serial insonni oylantiradi, yurakka yaqin his-tuyg'ularni uyg'otadi va har bir kadrda hayotiy haqiqatni ko'rsatadi. Shu sababdan ham bu asar tomoshabinlar qalbidan chuqur joy olgan.